Bilamizki, barchamiz sevib o'ynaydigan Minecraft o'yini Notch nomli kal tomonidan yaratilgan. Lekin Notch bu o'yinni o'zi yaratdimi yoki kimdandir chopdimi? Internetdagi ma'lumotlarga aniqroq qilib aytganda, ChatGPT bergan nas ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, Minecraft o'yini Infinimire nomli o'yindan ilhomlantirib yaratilgan. O'xshashlik bor. Infinimire qanday o'yin deb turgan bilmaslar uchun ushbu o'yin 3D bloklar bilan o'ynaladigan o'yin bo'lib, asosan qazish va qurishga mo'ljallangan. Lekin undagi eng mashhur o'yin lavadan qochishni domlatadi. Bunda sizning ortingizdan lava qulaydi. Siz esa atrofga qochishingiz kerak. Eng qizig'i bu o'yinda ham do'stlar bilan o'ynash imkoniyati bor. Lekin bu Notchga yetarli emas edi. 2009-yil u Minecraftning alfa versiyasini yaratdi va unga turli blok, resurs hamda survival va kreativ kabi rejimlarni qo'shdi. Siz o'ylayapsizki, keyinchalik Notch Minecraftni shu darajaga olib chiqdi deb. Yo'q, aslida 2014-yil 15-sentyabrda Notch Minecraftni Microsoft kompaniyasiga $2,5 milliard sotib yuborgan. Hatto siz o'zingizning musor telefoningizda o'ynaydigan Minecraft Bedrock versiya ham Microsoftning mehnat mahsuli. Toshpo'lat, sen men Telegram kanalimga obuna bo'lganmisan? Obuna bo'lasanmi? Yo'qmi? Unda o'zingdan ko'r. Ana shunday. Do'stlar, siz ham Toshpo'latni ahvol tushishni xohlamasangiz, kommentariyadagi silka orqali Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Xullas, Notch yaratgan bu sodda o'yin keyinchalik katta yutuqlarga erishdi va erishib kelmoqda. Agar siz Minecraftni yoqtirsangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan rolim bo'ldi. Xayr.